Demak, shu yerga quyoshni qo'yishim kerak. Agar men uni o'rnatsam, dunyoni qutqargan bo'laman. Shundaymi? Lekin agar uyga qaytishni xohlasam, men buni sindirishim kerak. Men nima qilishim kerak? Nima qilsam to'g'ri bo'ladi? Hozir nima bo'ldi? Fan animatsiyalar seriyasi Moro tomonidan yaratilgan va yozilgan. India Cross emas. Indie Cross. Chekkaroq turing yosh xonim, bu mashina xavfli narsa. U hozir shunchaki abjag'i chiqqan holatda, shu sabab shunchaki men uni To'xtang, nega siz bu robotni yo'q qilmoqchisizlar? Biz bunga o'xshash robotlar bilan kurashib kelyapmiz va ularni bari shunchaki yo'q qilishga dasturlangan. Lekin siz hozir ko'rib turganingiz unaqa emas. U bizga hujum qilmadi ham. U shunchaki o'zini himoya qilyapti xolos. Buning ustiga qimirlash uchun ham kuchi yo'q. Shuning uchun menimcha, u hatto xohlagan taqdirda ham bizga katta xavf tug'dira olmaydi. Demak, baribir xohlar ekanda. Yo'q, men bu ma'noda aytmadim. Lekin bunga qanday ishonishimiz mumkin? Uyga qaytishimiz yo'lida biz oramizda noma'lum xavfni olib yura olmaymiz. Lapataning gapida jon bor. Qo'g'irchoq xo'p degan bo'ldi. Eshitinglar, shunchaki menga ishoninglar, xo'pmi? Ko'rinib turibdiki, sizlar ham bu yerdan emassiz. Bu robot esa nimadir bilishi va uyimiz uchun yagona kalit bo'lishi mumkin. Biz yomon niyatda emasmiz, lekin biz bunday tavakkal qila olmaymiz ham. Ketroq turing va biz buni hal qilamiz. Mana boshlandi. Xonimga zarar yetkazib qo'yma, bor e'tiboringni mashinaga qara. Robot uni boshqarayotgan bo'lishi mumkin. Opa men bu yerdaman. Jamoaviy ishlarda kelishmayman deb o'ylardim. Mana senga. Biroz yordam berarsan? So'ramaysan deb o'ylagandim. Bu ma'noda aytmadim. Men buni bilgandim. Buni ichidan chiq, la'nat yalmog'i. Nimalar bo'lyapti? Ko'zdan o'tov ustiga qo'y. Xo'p. Biz ularga yetolmayapmiz. Meni qo'yib yuborib, jangni davom ettirsang-chi. Birinchi martasida bunchalik xavotir olmagan eding-ku. Tushib ketganimda. Qasamyodga ko'ra men do'stimni tashlab keta olmayman. Yelkama-yelka kurashamiz va birgalikda taqdirimizni kutib olamiz. Keling, biroz tinchlanib olamiz, xo'pmi? Tushunaman, birinchi uchrashuv unchalik ham do'stona bo'lmadi. Lekin endi bu robot yana ishlayapti. Demak, u bizga barini tushuntira oladi, to'g'rimi? Mening dasturim sizlarni o'z olamingizga qaytarishdan iborat. Ammo bu uchun yordamingiz ham kerak. Xo'y, men yolg'onni oldindan his qila olaman. Oldin ham ko'p aldanganman va yana aldanishni xohlamayman. Maqsadingni aniq qilib ayt.
birga ishlashimiz kerakligini, qobiliyatlarimizni uyga qaytish uchun ishlatishimiz kerakligini aytyapti. Demak, uyga qaytish uchun bu narsaga ishonishimiz kerakmi? Agar bu bizni uyimizga qaytarsa, unaqada buni o'ylab ko'rishimizga arziydi. Lekin bilib qo'y mashina, bizning ishonchimizni so'z bilan emas, amallar bilan olishing mumkin. Tasdiqlandi. Xo'sh, agar hammamiz kelishgan bo'lsak, meni yerga qo'yarsan. Xo'sh, bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Va eng muhim savol, biz qanday qilib uyga qaytishimiz mumkin? Yulduzga o'xshash narsalar nega bizni duch kelgan joyga tashlab yuboraveradi? Noto'g'ri tushunmang, men sarg'iz toshlarni yaxshi ko'raman, lekin men allaqachon bundan to'yib ketdim. Nega bu uyda Oyimdan ayiq uchun yo'q-ku. qo'rqaman? Mashina, men seni. To'xta, sen yana kim bo'lding? Kashka boshmi? Bu yoqqa qaytlanadi baka. Bu narsalar portallar. Bir qancha olamlarning birlashmasidan paydo bo'ladi. Bu aslida energiya manbasi, lekin uni to'g'ri ishlatilsa, ancha foydali qurol bo'la oladi. Agarda portal anomaliyasi kimgadir tegsa, uning kuchi o'z normal kuchiga nisbatan tasavvur qilib bo'lmas darajada kuchayib ketadi. Agarda u noto'g'ri qo'llarga tushib qolsa, xo'sh, bu shunchaki tiklab bo'lmas vayrongarchilikka olib keladi va tuzatish qiyin bo'ladi. Tushundim. Qanday uyga qaytishimizni aytgin, iltimos. Siz bunday qila olmaysiz. Sababi portallar qayerga urib borishi aniq emas. Ya'ni sizlar bu portallar orqali uyingizga qayta olmaysiz. Sizlarning aniq uyga qaytishingiz uchun esa menga maxsus energiya kerak. Va ularni to'plash ham qiyin. Bu energiya egalari portallarni ocha oladi. Bu yerda faqatgina men bu portallarni ocha olaman. Shu vaqtdan boshlab bizning jamoamiz ishni boshlaydi. Va menga robotlarning kuchini tortib olish uchun sizlarning yordamingiz kerak. Lekin kim biladi ularning soni qancha? Ammo menga shunchaki bittasining kuchi sizlarni uyga qaytarib olishim uchun yetadi. Sen aytayotgan rugular kimlar o'zi? Ular yovuz robotlar. Ular butun dunyoni boshqarishmoqchi. Chunki ular yovuz. Albatta biz ular bilan ko'rishamiz. Abba, shunchaki yana bitta och bo'ldi. Biz seni buni qilganingni ko'rdik, lekin sen keyin Afsuski yo'q. Men bir bola uchun butun energiyamni sarflab yubordim. Bola uchun? Biz bilan birga o'ynaysanmi? Shunchaki qotib turaverasanmi? Nima? Hozir nima bo'ldi? Qo'y, qo'pol bo'lish shart emas. Biz gaplashib olishimiz mumkin. Shit, biz kelishishimiz mumkin. Ma'lumot, resurs. Qanday masala bo'lsa ham, senga yordam bera olaman, tushundingmi? Qirol tomonidan tanlangan maxsus tana. Uning vazifasi qirollikdagi kasallikni yo'q qilish va qirollikni xavfli kasallikdan qutqarish. sal tushunmadim. Shu narsa hozir shunday qila oladimi? Qanday sharafli vazifa. Menimcha bizning to'liq anglab yetmagan taqdirimiz bir-birimizga o'xshab ketarkan.
Mana bo'lmasa, menimcha taqdir biz uchun shoshilyapti shekilli. Endi nima bo'lyapti? U ulardan biri. U hujum qilmoqchi. U buncha uzoqlikdan otiladigan darajada kuchli bo'lmasa kerak. Yo'q. U kelyapti. Tayyorlaning. Bu narsa shunchaki ustimizdan o'tib ketdimi? Chiroyli emas. Chinozsan, buni o'z foydamizga o'tirib olishimiz kerak. Olam yo'q bo'lmoqda va millionlab portallar paydo bo'lishni boshlaydi. Agar omadimiz kelsa, barchamiz yo'q bo'lishidan oldin bitta portalga sakraymiz. Bizda bu uchun faqat bitta imkon bor. Biz chashka boshni tashlab keta olmaymiz. U o'ldi. Endi uni unut. Bu tanlanadigan narsa emas. Endi nima qilmoqchisan? Osmonga uchib unga shapaloq. Voy, qishlog'i, menga qara, salom. Oshna uyg'on. Aytib qo'yay, keyingi safar bu yana qaytarilsa, o'lsang ham yordam bermayman, tushundingmi? Bu narsa qanday ishlaydi o'zi? Mana buni hech bo'lmaganda shuni menga ber. Bu narsani bitta hujum bilan yengish juda zo'r emasmi? Sening ham xastaliging bormi? Yo'qmi? Oqqonlikmi? Narkolepsiyami? Tuzatib kasallikmi yoki? Men bu kimligini umuman bilmayman. Mana nega sen har 2 daqiqada o'chib qolar ekansan? O'zing bilasan. Mana nihoyat, mana kuni bo'yi qidirgan edim. Men ketdim, alvida xavfli kasallik chalingan qishlog'i. Umid qilamanki, kuning yaxshi o'tadi. Ustimdan kulyapsanmi? Qani qishlog'i uni abjag'ini chiqaraveramiz.
Mayli, endi u foydasiz. Imkonsiz. Hamma narsani his qilyapman va ko'ryapman. Men tasavvur qilganimdan ham ko'proq kuch ekan. Sen o'zing bilan birga katta sovg'a olib kelibsan, bolakay. Endi esa o'yinimizga qaytsak. Kelinglar do'stlarim, bobolar bilan bizning ishlarimiz bor edi. Boshim. Bu yer biroz tinchroq ekan. Biz qayerdamiz? Qancha olamlar birlashmasi sabab undan oldingi odamlar taqdir kutayotgan olam. Voy chetroqqa o'taylik-da. Azizim Metlin, eshit. Hozirgina seni o'ldirmoqchi bo'lishdi, bilasanmi shuni? Nega? Nega? Sen bu to'nka uchun joningni xavfga qo'yding. Endi esa bizni bir lahzada yo'q qila oladigan robotlar seni nima uchun o'ldirmoqchi bo'lganini ham tushunmagansan ham. Bu umuman bu sen uchun og'irlik qiladi. Buni o'zing ham yaxshi bilasan. Balkim shunaqadir, lekin oldin ham bu masalada bahslashgan eding. Sen tog'ga chiqding. Bu ko'pchilik uchun juda katta yutuq. Lekin bular uchun bu shunchaki yangi bir kun xolos. Men tog'ga ham bir o'zim chiqmadim. Sen menga bunda yordam berding. Agar biz o'z ustunligimizni birga ishlatmaganimizda, buni biz uddalay olmas edik. Va hozirgi vaziyatda ham barchaning o'z ustunligi bo'lganda, men birga ishlashdan hech qanday zarar ko'rmayapman. Buning ustiga bizda boshqa yo'l ham yo'q. Buning ustiga biz yana birga vaqt o'tkazishimiz mumkin. Axir sen endi qanaqadir yo'l bilan shu yerdasan-ku. Gapingda jon bor. Mana buni ol. Bu har holda seni lapatangdan ko'ra yaxshiroq. Keyin senga yangi nom ham kerak bo'ladi. Bitman, yo'q. Batman. Sorry, young cop, but nothing in this land could ever replace it. O'zing bilasan. Unda men bu kelgindilarni qo'limdagi bilan o'yga jo'nataman. Keyin yana bu g'ozmi? Menimcha esa bu chayka. It must Bu be ulug'vor oqqush bo'lsa kerak. Bu bizning sarguzashtlarimizni omadli o'tganini anglatadi. Qo'ylanati, onangni oyog'im ishlamay qoldi. Let us Bu hold on yerda to these binolar ham bor ekan. Biroz dam olsak ham bo'ladi. Shuncha joydan sen qo'rqinchli barni tanladingmi? Now's Biz not hozir the joy moment. tanlaydigan ahvolda emasmiz. Hold it! To'xta, sen kimsan? Qimirlamang. Keyingi haftagacha yura olmaydigan qilib qo'yaman. Oh, to'xtang. Shunchaki bu yerda berkinayotgan edim. Meni qo'rqitish niyatim yo'q edi. Uzr. It's no trouble. Hechqisi yo'q. Kimdan berkinyapsan o'zi? Bu atrofda qo'rqinchli robotlar sharfli odam bilan urushayotgan edi. Ulardan biri meni ko'rib qoldi va menga tashlandi. Lekin so'nggi soniyada u meni qutqardi. U meni shu yerda qoldirib, jangga qaytib ketdi. He seemed very sick, and I don't know if he's still around.
Well, taking down one of Ularning those bittasini no yutishning o'zi simple oson task. ish emas. Agar u ko'pchiligi bilan urushayotgan bo'lsa, demak u shunchaki taslim bo'ladiganlardan emas. Va men uning sog' qaytishiga ishonaman. Senda biror kuch yoki ustunliklaring bormi? Bu yer xavfli har holda. Men o'yinchi bilan gaplasha olaman. Lekin biroz kutish kerak. Menimcha bu katta janob o'z ishlari bilan band bo'lsa kerak. Keyin bu yana qanaqa chiroq? Ko'zingni oldida shunchaki yaqin olib yursang, hech narsa bo'lmaydimi? Menimcha mushuklarning ko'zi bu darajadagi yorqin nurlardan himoyalana oladi, adashmasam. Men mushuk emasman. Men Nikoman, oddiy odam. Bu esa men olamni qutqarishim kerak bo'lgan quyosh. Yoki bu allaqachon amalga oshardi. Men deyarli buni eplagandim, ammo keyin men bu yerda paydo bo'ldim. Agar bu sinsa nima bo'ladi? Bu men qutqarmoqchi bo'lgan olamning yo'q bo'lishini anglatadi. Lekin nima? hech nima. Haqqoniy javob. Ana qayerda ekansan? Mana hayot bu juda hazillashyapsanmi? Bu yoqqa kel, kichkina g'aribchi. Dam olish tugadi. Tush ko'rish uchun qulay vaqt emas hozir. Ajoyib. Sen ursan. Grigoriy, bu senmisan?
Sen Grigoriy emassan, sen kimsan? Adashib qoldingmi? Tez ichimga kirib ol, men seni bu yerdan olib chiqaman. Men nimalar bo'layotganini bilmayman, lekin ko'rinishidan yaxshi narsa bo'lmayapti. Aytgancha, sen kimsan? Men seni boshqalar bilan adashtirib yubordim. To'g'ri, biz yo'lda davom ettirishimiz kerak. To'g'rimizda liftni ko'ryapman. Mening ismim Freddy. Seni skanerlasam maylimi? Tasdiqlandi. Biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Boyagilar hali uncha yo'q, bolakay. Qo'rqma, men seni himoya qilaman. Ko'rinishidan yo'limiz to'silgan ekan. Elektrik to'siq bu. Bu yerda boshqa yo'l nima bo'lishi mumkin? Mana u tunnelni ko'ryapsanmi? Sen u orqali narigi tarafga o'tishing mumkin. Barakalla, super yulduz. Nima? Yaxshimisan? Shu yerda turgin, men quvvatlanib olishim kerak. Biroz kutib turgin. Mana qayerda ekansan? Baribir seni tutdi. Nima uchun? Sorry, but I Kechir, ammo men eng kuchli holatimda bo'lishim kerak. fear not. Botir olma, men senga boshqa narsalar taklif qilishim mumkin. Voy, ko'k nima olmoqchisan? Bizga sotish uchun narsalaring bormi, Chester? Menda hamma narsa bor, shunchaki nomini ayt. Bu men yerdan topib olgan bitam emasmi, mabodo? Menimcha adashayotgan bo'lsang kerak. Balkim. Lekin men hozir quymoq xohlayapman. Quymoq hozir yaxshi bo'lardi. Men ham quymoq xohlayman, albatta qarshi bo'lmasangiz. Bu har biri uchun 250 dan bo'ladi. Xavotir olmanglar, bugungi hisob mendan. Zo'r gapiradigan sehrli baka. Lekin bu tanga yetarli emas. Menimcha menda yetarli bo'lsa kerak, lekin bu juda qimmat emasmi? Bu nima o'zi? Qanaqadir sirk uchun taklifnomami? Metallamoqmiymi, uzr kichkintoy? Senda qancha bor lapata? Aye, Ha, albatta menda yo'q. Lekin menda chegirmalar yo'q demasdim. Nima ham derdim oshna, mening oldimda biroz moliyaviy imkoniyatga ega bo'lganingda kel. Sen bilan ishlaganimdan xursandman. Qaytim shart emas. Bu ahmoqona savol bo'lishi mumkin, lekin siz lapatani qurol sifatida ishlatasizmi? Qo'rqinchi savol emas bu. Ha, men bu qurolimni janglarda doim ishonch bilan olib yuraman. Bu qazishda va albatta zarba berish uchun ham qulay. though it's been through some Ammo bir marta omad kelmadi. U bir jang vaqtida ajoyib quroling bor ekan, do'stim. Ammo uni o'zingda olib qolganing yaxshi. Men unga arzimayman. I am not worthy of such a piece. Keep it. Uni ushla va faxr bilan ishlat, kichik do'stim. Atrofda tuzatish uchun ba'zi materiallar bor ekan. Agar urinib ko'rsak, lapatangizni o'tkirroq va chidamliroq qilishimiz mumkin. Juda ham minnatdorman, Niko. Bu lapatani men bilan uzoq vaqtdan beri ishonchim komil. Bu yerda uni tuzatadigan narsa bo'lishi kerak. Agar nimadir topa olsang, menga aytgin. Albatta. Voy, sen bilan birga yuradigan ruh seni kiming bo'ladi?
Aytgancha qutqarganing uchun rahmat. Ha, u mening bir qismim, aniqrog'i mening qarama-qarshi qismim bo'lsa kerak. Biz birga ancha vaqt bo'lganmiz. Tushundim. Mening ham ukam bor. Ismi Magmen. Men u bilan anchagina sarguzashtlarni o'tkazganman. Bola bo'lish yaxshi bo'lsa kerak. Agar bola bo'lish qamoqqa kirguncha jarima to'lashdan ozod qilishni hisobga olganda boshqa foyda ko'rmaganman. Agar sen bilan ruh do'sting bo'lsa, sen uchun hech qanday muammo bo'lmasa kerak. Sen tomosha ko'rsatib pul ishlasang ham bo'ladi, xuddi do'stim Shales kabi. U senga o'xshaydi, faqat qo'rqishli yuzi yo'q. Qo'y, sen bizga ismingni aytmading ham. Bu muhimmi? Bu seni shunchaki robot deb chaqirishdan yaxshiroq menimcha. Men robot emasman. Lekin to'g'ri fikr. Meni Charlotte deyishing mumkin. Voy mashina, aytgancha biz rogolarni qanday yengsak bo'ladi? Ular o'ylaganimdan-da jiddroq raqiblar ekan. Ularni yutishning eng oson yo'li ularni sindirib yuborish. Ular qizib ketganda ularning qobiga o'z ichidagi energiyani ushlab tura olmaydi va tashqariga chiqadi. O'sha payt ularning eng katta ojizligi paydo bo'ladi. Bizga zarar esa bularning aynan o'sha payt energiyani ko'p sarflagani hisobiga ularning hujumi kuchayishni boshlaydi. Ular zarba qabul qilganda ularda yoriqlar paydo bo'ladi. Buni amaliyotda ko'rsataman. Sen mana bu yerimni ur. Mana shu yoriqlarning qayta tuzalguncha uni sindirishingiz kerak. Bilishingiz kerak bo'lgan narsa shu. Endi meni tinch qo'ying. Steady yourself. O'zingni bosib bo'llab otar itsara. Sen bu yoshlar uchun o'rnak bo'lishing kerak. These Bu muammo faqat seniki va bunga ularni aralashtirish xato. lines must Bu remain. muammoni o'z quroling bilan hal qilishing kerak. Hali ham lapoting haqida o'ylayapsanmi? Yes. Ha, hozir bu men uchun eng muhim masalalardan bo'lib turibdi. For it is Ko'rib a turganingdek, very men uchun bu qurol juda muhim. Xo'p, lekin Niko ham menimcha tuzatay deb qoldi. Qo'y, kel biroz bellashib ko'ramiz. Qo'shilasanmi? Buni rematch deb hisoblaymiz. Your challenge Sening taklifing is qabul accepted. qilindi. Men seni vaqtida uxlataman. Meni kechir, men ancha oldinroq kelishim kerak edi. Qo'y axlat bosh. Bu yog'ingga qarab yursang bo'lardi.
Xo'sh, g'alabani nishonlasam bo'ladimi? Sen meni bu usulingga cho'chqa deb o'yladingmi? Mening umrim shu narsa uchun. Mening o'lim va hayot o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish bilan o'tdi. Men qilgan ishlarni sen ham qilgansan. Bizning maqsadlarimiz ham bitta. Hamma narsani boshqarishga urinish. Sen ham bu kuchni bilasan. Sen ham qanday qilib xatolarni osongina yo'qotishni bilasan. Sen to'g'ri xohlaganingni ola olmaguningcha barni qayta boshlayverasan. Butuniga egaliging va mening animatronik ekanligimdan qat'iy nazar. Sen o'zingni mendan farqi bor deb aytmagin ham. Sen ich-ichingdan shunchaki bir maxluqsan xolos. Mayli, yaxshilikcha ko'nmasang. Sen doim keraksiz joyga burningni suqib yurasan. Xo'sh, endi bunday bo'lmaydi. Afsus. Rahim qilmayman. Barchangizni hikoyangiz shu yerda tugaydi. Qancha o'limdan qochsang, u shunchalik og'riqli bo'ladi. Ko'ramiz qancha chiday olarkansan.
Sen meni boshqara olmaysan. Men bu menman. Yo'q. 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 Bu bunday tugamaydi. Doim. Doim. Hamma tayyor bo'lsin, bizda mehmon bor. Shu xolosmi? Stay Ko'zingni uzmay tur. Whatever burden you endure, Sening tarixing qanchalik og'ir bo'lgan bo'lsa ham uni unut. for every Har bir lahzadan moment bahra ol. precious.
Bu sening chiqishingmi? Xayr, super yulduz. Ovoz berdi man Dream. Tarjimon uz report. Kamchiliklar bor yo'q emas, sen yozib ketsanglar xursand bo'lamiz. Yetgancha qiz bolalarga ovoz bera olmadim. Sal muammolar bor. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Ashadgacha ko'rgan bo'lsanglar ham katta rahmat.